kundalik hayotda ko'p yeyilmaydi, chunki tayyorlanishi qiyin, juda ham immunitetga boy va mazali. Nimaligini bilganlar kommentga yozsin, mana siz hozir ko'rsataman. Mana sizlarga aytgan taomim bu kalla pocha. O'rtada mana kallasi bo'ladi, tagida tuyoqlari, yonida hasblar o'ralgan. Kalla pochadan noxish hid kelmayapti. Buni bemalol maza qilib yevorsa bo'ladi. Hasblari ham takoy to'lib turibdi. Rosa bir yeyishli. Qani yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar, pichoq ham shart bo'lmayapti. Yumshoqqina pishibdi. Zora buni yeb kallam yaxshiroq ishlab ketsa. Bu yoqda har kuni 70 tacha mashtaqa kalla tayyorlanib sotilinadi. Ishonchli joy. Rixus milliy taomlari. Sizlar ham kelib mashtaqaning kallalarni bu yoqda yeb ko'rsanglar bo'ladi. Rostmanasiga bo'g'imlaringizga shifo. Mana qancha pay bor bu yerda, qancha kollagen turibdi bu yerda. Mana tilni ham topib oldim. Yoshligimda dadam ko'proq til yesang, tiling burroq bo'ladi, tiling uzun bo'ladi derdilar. Sizlarda ham shunaqa gap bo'lganmi? Kommentga yozib ketinglar. Til haqida bitta, qo'ylarning tili haqida bitta anekdot keldi-yu, mayli. Bilganlar kommentga yozib keting. Rixusda kalla pochani mana shu turishi 450 ming so'm ekan. Komplektda kallasi, uzun hasbi, qorni, tili, tuyoqlari bo'ladi. 4-5 kishi bemalol to'yadi. Uyingizda qiynalib tayyorlab yurgandan ko'ra kelib yeb ketishga arziydi. Dastavka qildirsanglar ham bo'ladi. Rixus milliy taomlarining 3 ta filialida kalla pocha tayyorlanadi. Shuni Shahriston, Chorrahasdan ozgina kirganingizda chap qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Ertalab 8 dan kechki 11 gacha ishlashadi. Bemalol kelaverasizlar.